Salom do'stlar, sizlar meni yana men kirar onlayn do'stlar. Mana qaranglar, bu bizning birinchi modimiz. Avtobus modi va bizga kalit beradi va porat buni biladiganlar bo'lsa kerak. Va uni sakrab o'tirib olsa, ustiga yursa ham bo'ladi. Va uni minsa ham bo'ladi do'stlar. Mana xohlagancha o'tirsa bo'ladi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariymga shu lichkaga mod qani deb yozinglar. Bitta eshigim ochiladi. Do'stlar qaranglar. Agar anaqa qilmoqchi bo'lsangiz, bunday qilasizlar. Yurusanglar ham bo'ladi. Bo'lsa mana touchdim bilan qilib eshiklar ham ochiladi buni. Eshiklar ham ochiladi. Eshigi ham ochiladi. Tushsangiz ham bo'ladi. Mashina modeli, avtobus modeli. Kalkula qilsangiz ham bo'lishi mumkin. Shunga deb shunga bo'ladi deb o'ylayman. Chunki mana qilsaychi. Yo'q. Bo'lmas ekan. Yo'q, buni ota-ona qilsanglar ham bo'ladi. Mana qilib surolmay ekanman. Mana qilib o'tirib turib eshik yopsanglar ham bo'ladi deb aytaman. Faqat bunday kaltini yopsa kerak. Qani ko'raylik qani. Nima avtobus ichiga kirsanglar ham bo'lar ekan. Yo'q, bo'lmas ekan bunda ham. Chindan ham zo'r avtobus modi. Ko'ringlar, eshiklar hammasi bo'ladi. Nimadir ko'rganman. Nimadir chiqdi. Nima? Yo, do'stlar, men bu joyim ochilgan ekan, bilmayman. Hali juda ko'p sirlar bor ekan bunda. Eshik uyda. Do'stlar, yana nimadirlarimiz bor edi. Mana do'stlar, mana bunaqa narsalar ham bor ekan. Eshik berdi, buni nimaligini bilmadim, lekin tushib qoldim. Mana qilsak bo'lar ekan. Demoqchi edim, mana bunga to'xtamay qoldim. Do'stlar, yerdan hatto oshmon o'tsa bo'ladi. Qaranglar. Yana. Men do'stlar, bu nimaligini tushunmadim-ku, lekin men bu nima ekan? Shunisiga tushunmayapman. Keshi deyilgan. Bunisiga ham tushunmayapman. Nimadir qilinadi. Mashina jonim. Ular mana signal chalsa bo'ladi, chalib bo'lganmiz, ko'raylik qani. Hozir mashina yo'q qoladi hozir. Chalsa bo'ladi. Eshikga qo'ysangiz bo'ladi. Yo'q lekin. Ishni toptirmam. Turishim kerak edi. Mana buni. Sen tortamiz va mana bu. Xullas, mana yurishlari zo'r. Istaganlar bo'lsa agar kommentariymga kirib turib birga buni ko'rishim mumkin. Mana bu barcha. Dast yürüdüm yine artık bir hafta. Aynen. If you please, I'm not peçe
Kutxonangni bezaklar ham zo'r, avtobus eshigi ham zo'r. Chiqib buni ko'rsangiz ham bo'ladi. Eshiklar ochilish, eshiklar yopish. Hatto so'rasam bo'ladi. Mayli. Bu ishni yapmoqchiman, tashlab qilasizlar. Mana chiqib turib qilsanglar, ham o'tlarni tozalab turib, arkasi svitlari ham yonadi. Arka svitlari ham yonadi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana qizilchasi hozir pechi. Men buni qo'shib mashina to'xtagancha pechi yongani uchun mana shunday qilingan ekan. Faralar ham yonadi. Hozir kechasi qilib ham ko'rsatishim mumkin. Demoqchi edim kechasi. Zo'r deb hisoblaymiz. Zo'r bu faralar ham yonagan, faralar ham yoqqani esimda yo'q. Oynalar zo'r ekan. Modelizi bu anasini ochmaydi. Bu faqat ustini yozish uchun bunday qilib qo'ysam bo'lar ekan. Bu ichini ko'rma. Yo'q, ichiga kirib tursam. Motor bo'ladi. Yo'q, gaz namunalari. Plus obuna bo'lak bo'lsanglar xayr do'stlar. Do'stlar, sizlarga kechasi ko'rsataman. Faralar zo'r yonakan u. Lekin mana bu zo'r qizil. Nimaga bunday qizil yonyapti? O'z ko'raylik. Shuni moshina qo'shaylik. Mana faralar. Nima deyishim kerak? Faralar o'chiriladi, faralar yo'qoladi. Bunisi nima deb deyiladi? Yo'q, rangi ekan. Mana bu sizlarga aytganimda mana bunday qilsanglar bo'lar ekan. Sabzi rang, farqli ko'k, sabzi, bunaqa, pushti, ko'k. Menga qana shu ko'k. O'zi faralarni yo'qoladi. Bu bo'ldi. Obuna bo'ling. Bo'lsanglar, Xudoga xayr olsun. Toncho sokol, leko song, tum tum tum, tosikol, lesikol. Qaranglar, obuna bo'lak bo'lsanglar, mana bu modni tashlashimiz qaranglar. Yo, buni qilib bo'lmas ekan. Burchakda turgan joy. Qo'ymayapti. Buni qilib bo'lmas ekan. Qaranglar. Masalan, temirni qilamiz. Mana shu temir. Juk. Mana bu uylarga ishlashingiz mumkin. Osongina zinani qurish qo'y. Biz sizlarga mana bu modni tashlab berishimiz mumkin. Kommentariyada YouTube kanalida obuna bo'lsangiz, bu modni tezda tashlaymiz. Bu modni sizlarga nima kerak? Bo'ldi. Bo'ldi, obuna ekan. Qanaqa obuna? Qanaqa o'ylayapsan-chi? Hozir boshqalar ham mana bu kim o'ylasa, buni ovoz. Mana buni marta anani qaranglar buni. Yo'q, buni kim qilganini bilasizlar, buni kim? Buni qaranglar, bitta uyda montajni qaranglar, montajni. Afsuski, bu modni sizlar mingta qilmasanglar biz tashlamaymiz. Aka, o'zingizlar ayting-da. Krem online'ga obuna va like bosinglar do'stlar. Bugungi videomiz shudir. Mana do'stlar qaranglar, bugungi videomiz deganday boshlanadi. Do'stlar, meni kanalim bloklangan. Hozir video chiqaryapman. Bundan beriga obuna 100 ta qilsanglar, bundan beriga mana shunaqa zo'r modlarimizni ko'rsatamiz. Telegram kanalimga mod tashlaymiz. Qiziqadigan bo'lsa, qiziq
Xullas qiziqarli qiziqishlaringiz bo'lsa agar modga ana shu mod kanalimizga kiring. Xayr do'stlar, kirar onlaynga obuna va like bosing. Hayır.